Qo'yib. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Rentpolni bugungi obzorida shlifovka pola и parketa. Bu taxtani shlifovka qiladi. Mana eski holatini ko'rasizlar, mana kraska bo'lyapti. Bu apparat mana o'zini shtuka qo'yiladi. Endi 20 talik. И grubiy tosh qo'yasizlar. Keyin undan keyin mana bunaqa o'zini nulovkasi bor. Nulovka qo'yasizlar. Ideal holat keladi. Biz faqat hozir grubiyda o'tganmiz. 220 tokda ishlaydi. Toza turetskiy apparat. O'zini birkasida ham Maden Turkiya deyilgan. Mamlasi o'zi balansirovkani ishlaydi 10 ga chapga. Motori 2 kW, 220 da ishlaydi. Balonlar hammasi geliy. И o'zini mana changini yig'adigan mana qopi bor. Hozir ishlash protsessida ishladi. И qopini mana o'ziga 10 yildi. Bu yerda mana instruksiyasi ko'rsatib qo'yilgan, qanaqa ishlatish. И mana hozir ishlash protsessini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Plisosga tiqiladigan joy mana bu yerdan chang tortadi, и qopga yig'adi. Bunda barabanlari ham bor, remelli. Kimga shunaqa turetskiy shlifovka, pola, parketa, taxtani yangilamoqchi bo'lsangiz, Rentpol 27 ga ishlaydi. Dostavka xizmati bor. Любой время telefon qiling, yetkazib ko'rsatib beramiz. Taxta shlifovka, uncha-munchasida yo'q lekin.